sportchilarimizga omad tilaymiz. Mana shu masofa mobaynida Shohmurod Xolmurodov hamda Nurislom To'xtasin-o'g'li dastlabki metrlarda ko'ryapsiz, avvalgi bosqichlarda ko'rsatkichi u qadar yaxshi bo'lmagan sportchilar ham oldinga intilishmoqda. 1000 metr masofada ikki qismga olib menimcha yondashadi sportchilar. O'sha 500 metrdan so'ng holat o'zgaradi. Bu kanoeda ishga kelish, menimcha tushundingiz. Kanoeda texnika biroz boshqacharoq. Qozog'istonlik sportchilar hozir dastlabki oraliq masofada oldinlab ketgandek ko'rinishmoqda. Bu plandan tushunish qiyin. 250 metr masofa. Hamyurtlarimiz ham yetakchilar qatorida. Ular sekin tezlashmoqda. Yo'nalishni, strategiyani shunday tanlashgan menimcha. Ko'ramiz. 3-chi ko'rsatkich Hindiston, Qozog'iston hamda O'zbekiston delegatsiyasi kelmoqda. Mana shu uchalasi hozircha 250 metrda, ammo o'zgaradi. Oldinga o'tmoqda Nurislom hamda Shohmurod 500 metrda yetakchilikni o'z qo'liga olishi mumkin. Bu yerda ko'rish mumkinki, hindistonliklar ham bo'sh kelishmayapti. 3 ta yetakchi ajralib qoldi. Bu O'zbekiston, Qozog'iston, Hindiston. Biroq hamyurtlarimiz hozir ko'rinmoqda. Oldinga chiqishda buni endi soniyalarda ham 500 metrda ilg'ab olamiz. Ular oldinlab ketishdi do'stlar. 500 metrga yetib kelyapmiz. Shu yerda ko'rsatkich qanday ekanligini ko'rib olishimiz lozim. Yarim kanoya masofasida o'tib ketganmiz. Yarim kanoya bu yaxshi natija, lekin hali 500 metr, ya'ni masofaning yarmi ham oldinda, buni unutmaslik kerak. Deyarli 1 soniya, 0.89 soniya bilan taqibchini ortda qoldiryapmiz. Bu Yemilyanovlar. Sportchilarimiz masofani orttirib borishmoqda. 1 kanoya masofasida, hatto endi farq yiriklashib bormoqda. Ikki sportchimiz tajribali ekani ko'rinib turibdi. Ya'ni mana shunday strategiya tanlanganining o'zi bundan darak berib turibdi. Shohmurod Xolmurodov hamda Nurislom To'xtasin-o'g'li masofada harakat qilishmoqda. Medal uchun, oltin medal uchun kurash kechmoqda. Yiriklashdi, oraliq masofa ortdi. O'zbekistonlik sportchilar yanada oshirib borishmoqda tezlikni ham. O'z-o'zidan mana bu masofani ham 750 metr masofa oraliqda qanday ko'rsatkich bor ko'rib olamiz. Do'stlar, O'zbekiston delegatsiyasi hisobida hozircha 12 ta oltin medal bor va biz 13-chi oltin medal uchun suzib boryapmiz. Uchib boryapmiz va do'stlar, va biz mana shunday masofani hozircha mana bu ko'rsatkichni qayd etdik. Ko'ryapmiz, bu yog'iga ham omad tilaymiz. Masofaning so'nggi metrlari qolyapti. Shohmurod hamda Nurislom kattalashtirib yuborishdi. Hatto intriga ham bo'lmaydi, ya'ni finishga yaqin gandikapga aylanib ketdi ustunligimiz. Navbatdagi oltin medallarni ishga kechuvchilarimiz, kanoyada ishga kechuvchilarimiz bizga keltirishi mumkin. Oxirgi metrlar, oxirgi soniyalar qolmoqda finishgacha 3 daqiqa. Va bu yog'i qanday bo'ladi qo'shimcha soniyalari? Demak, do'stlar, O'zbekistonda navbatdagi oltin medal kanoyada ishga keshish bo'yicha bahslarda hamyurtlarimiz oltin medalni rasmiylashtirishmoqda. Qozog'istonlik sportchilar 2-chi bo'lishdi, Hindiston vakillari esa 3-chi bo'lishdi. Ajoyib bo'ldi. Mana shu Hindistonga umumiy delegatsiya o'sha ro'yxatda yetib oldik. Medallarni qo'lga kiritishda mana ikki qahramonimiz Shohmurod Xolmurodov hamda Nurislom To'xtasin-o'g'li. Oldinda Shohmurod, Nurislom mana bu ortdagi sportchi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, ismlari bitilgan kanoeda.